Hammaga xeyirli YouTube ag'li. Sizlar bilan mana shu IGCNC do'stlar. Sizlar bilan bugungi videomizda zo'r o'q qo'yaman. Bu o'qda 6 ta do'stlaringiz bilan bemalol o'ynashlar mumkin ekan. Bu o'qda mana shu Ender Dragonni yo'q qilishlar kerak ekan. Bu Ender Dragonni 6 ta sheriklar bilan bemalol yo'q qilishlar mumkin. Albatta videolarimiz qadrlangan holatlarda obuna va like'larni bosib qo'yishlaringni ham so'rab qolaman. Albatta bu ID'si kimga kerak bo'lsa, mana ID. Endi o'yinni ko'ringlar va baho beringlar. Tak. Bojdar joniga nima bo'ladi borsa. Demak, bundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Har xil muz to'plari otib turayotgan bu ajdarimiz ham. Menimcha bu ajdarda o'lish ham ancha qiyin bo'ladi. Joni ham ancha ko'p shekilli. Mana bu 200 talikni otib ko'raman. Ajdarimiz nimagadir tez o'lib qoldi desam, bu tomonda ikkinchisi ham paydo bo'lar ekan. Sal ehtiyotroq bo'lib o'ynarish kerak ekan, chunki bu yerda menimcha hali ajdarlar juda ham ko'p tiriladi menimcha. Menimcha buni o'lishi ham qiyin ekan anchagina. Nimagadir. Hozir mana bu ham tamom bo'ldi. Albatta shu video tagiga men o'zimni PUBG akkauntimda ID'sini qoldiraman. Bemalol druziya tashab men bilan birga bir o'ynab ko'rishlar mumkin. Albatta hamma druziyasini olaman va birga bir o'ynab ko'ramiz. O'sha o'ynagan odamlarimda ham videosini qo'yaman albatta. O'zimning YouTube kanalimga. O'tgan safar qo'ygan videoyim ostiga birga bir o'ynaylik deb yozganlarim bor ekan. O'shaning uchun shu video kommentariyasiga o'zimni PUBG akkauntimda ID'sini qo'yib qo'yaman. Bemalol kirib menga druziya tashab birga bir o'ynashlar mumkin. O'tgan safargi videoyimni ostiga ham o'zimni ID'larimni qoldirganman. Bemalol o'tgan safargi video yoki mana shu video ostiga qarasalar ID tashab qo'yganman. Bu meni ancha jonimni ozaytirib qo'ydi. Bitta aptechka yurib olamiz. Buni o'lishi ham qiyin bo'lyapti. Menimcha har o'ldirilgandan keyin ajdarho kuchayaveradi shekilli. Aytmoqchi, bu o'yinimizda 6 ta sheriklar bilan bemalol birdan boshlab 6 tagacha ularni o'ynashlar mumkin ekan. Iloji boricha buni muzli joylarni sindirsalar tezroq o'lar ekan. Shuning uchun mana yana qayerda bu qanotida yana qayerda qoldi? Mana bayog'ida qolibdi. Lekin buni bitta zarbasi ham anchagina jon olar ekan. Shunga iloji boricha ehtiyotroq bo'lib o'ynash kerak ekan. Har xil muz to'plari, muz zarbalari otib turar ekan. Ana sindi. Iloji boricha shu muz joylariga o'tsalar tezroq o'lar ekan. Mana endi bu yotib qolar ekan, bemalol buni otishlar mumkin. Afsuski bu vaqtinchalik ekan.
Negadir endi nurlanib g'alati bo'lib ketdim. Men ham bu WoW'ni to'g'risi birinchi marta o'ynashim. Bu nurlanishdan sababi o'zini yana qaytadan tiklab olibdi. Mana ko'rishinglar mumkin, dumlaridagi yuzlari ham yana qaytib qolibdi. Bularni yana sindiramiz va mana endi haqiqatda bojlarimiz o'ldi, lekin yana bitta ajdar chiqyapti orqasidan. Mayli, asosan muzli joylarga o'tsalaring bu tezroq o'layotgan. Mana menimcha qolmadi muzli joy. Yo, dumida muz joy qolibdi, hozir dumini ham yo'q, zarba beryapti. Buni bitta tagiga muzni ham kamida yarim jon deb qo'yar ekan, shuning uchun sal ehtiyotroq bo'lib o'ynagan yaxshiroq ekan. Qani bo'l endi, tezroq o'l. Afsuski yana bu qayta tiklanyapti. Mana shunaqa yorug' bo'lib ketsa bu qayta tiklanayotgan va yana bir marta jonini to'ldirib chiqyapti. Mana osmonga qarab o'kirganda osmondan siz tomonga har xil muzlar tushayotgan, o'shaning uchun men mana tomli joyga kirib olyapman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Mana shu muzli joylarga yotsalaring tezroq o'ylayotgan shu muzlari ham sinib qochish kerak. Endi hozir mana o'kirgan payti osmondan muz yog'iladi. Va nihoyat mana ajdarimiz o'ldi. Yana uni orqasidan yana bir ajdarimiz chiqdi. Qani bo'lmasa buni ham yo'q qilamiz. Mana bularni ham birdan ketib muzlar sindiramiz. O'shanda ajdarimiz tezroq o'layotgan. Hozircha negadir mana sindi. Endi shoxlarini sindiramiz. Va bu afsuski o'zini himoyalash maqsadida uchaveryapti. Mana bu yeri ham sindi. Va ajdarimiz yana yotib qoldi. Biz bundan foydalanib albatta chiyib olishimiz kerak deyapti. Afsuski yana turib ketdi. Menimcha yana hozir o'zini kuchaytirsa kerak. Ha, xuddi o'ylaganimdek mana yana o'zini tiklab olyapti. Mayli, biz yana bir marta buni yo'q qilamiz. Hozir mana muzlarni sindirsak bu tezroq nobud bo'ladi va nobud bo'ldi. Menimcha bo'ldi, bu tugabdi. 5-6 marta ajdar tug'ilayotgan va o'layotgan. Albatta videolarimiz yoqqan bo'lsa obuna va layklarni bosish esdan chiqmasin. Sizlar bilan AJ Sensi bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.